O'zbekistonda birinchi ishlab chiqarilgan mashina qaysi ekanini bilasizmi? Uning narxi necha so'm bo'lgan? Buni bilishni istasangiz videoni oxirigacha tomosha qiling. O'zbekistonda birinchi loyihasining bu sonida yurtimizda avtomobilsozlik tarixi va shu paytga qadar ishlab chiqarilgan mashinalar haqida so'z yuritamiz. Bundan 29 yil oldin yurtimizda ishlab chiqarilgan birinchi mashina Damas bo'lgan. Mashinalarni ishlab chiqarishning birinchi bosqichi 1992-yilda Janubiy Koreyaning Daewoo Motors kompaniyasi bilan tuzilgan shartnomadan boshlangan. O'shanda O'zbekistonning Avtoxushxo'jamash va Daewoo kompaniyasi 50% ulushli shartnoma imzolagan hamda mana shu shartnoma avtomobilsozlikda katta burilish yasagan. 1993-yilda O'zdaewoo Avto kompaniyasi davlat ro'yxatiga olindi va Andijon viloyati Asaka shahrida korxona qurish ishlari boshlandi. O'shanda uning umumiy summasi 658 million dollarni tashkil etgan. Mashina ishlab chiqaruvchi bu zavod Koreyaning eng zamonaviy texnologiyalari bilan jihozlangan. Minglab malakali ishchilar zavodga ishga qabul qilingan hamda minglab o'zbekistonliklar Koreyaga borib ish o'rganib kelishgan. Zavodda birinchi mashinaning ishlab chiqarilishi 1996-yildan boshlangan va birinchi bo'lib Damas mart oyidan boshlab esa Tiko, iyun oyidan esa Nexia rusumli mashinalar ishlab chiqarila boshlangan. Hammani qiziqtirayotgan bir savol. Xo'sh, o'shanda mashinalarning narxi qancha bo'lgan? Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha paytda ishlab chiqarilgan birinchi mashina Damasning narxi 410 ming so'm, Tiko mashinasining narxi esa 378 ming so'm, Nexia avtomashinasining narxi esa 610 ming so'm etib belgilangan. 1996-yil 19-iyulda zavodning ochilish marosimi bo'lib o'tdi va unda O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov ham ishtirok etgan. Zavodning ilk yillarida barcha butlovchi qismlar xorijdan keltirilgan. Keyinchalik esa mashinalarning butlovchi qismlarini tayyorlaydigan kichik korxonalar o'zlashtirilgan va shu yerning o'zida tayyorlangan. 2001-yil zavodning yanada zamonaviy liniyasi ishga tushirildi. Buning natijasida Matiz rusumli avtomashina ishlab chiqarish boshlandi. Keyinchalik esa yana bir yangi mashina Lacetti ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. 2007-yilda O'zdaewoo Avto kompaniyasi negizida General Motors korporatsiyasi bilan hamkorlikda GM O'zbekiston kompaniyasi tashkil etildi va buning natijasida eng zamonaviy Captiva, Epica va Takuma kabi mashinalar Chevrolet brendi ostida ishlab chiqarila boshlandi. 2007-yilda Captiva va Epica, 2008-yilda Takuma, 2010-yilda Chevroletning eng zamonaviy avtomobillaridan bo'lgan Spark rusumli mashinalar ishlab chiqarildi. 2012-yildan Malibu, Orlando, 2013-yildan esa Gentra Cobalt mashinalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. 2016-yildan Chevrolet Nexia, 2018-yildan esa Tracker va boshqa avtomobillarni ishlab chiqarish boshlangan. Mamlakatimizda ilk avtobuslarni ishlab chiqarish ham o'sha davrdan yo'lga qo'yilgan. 1995-yilda O'zbekistonning Avtosanoat kompaniyasi Turkiyaning Koch Holding kompaniyasi bilan hamkorlikda Samarqand viloyatida avtobuslarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Samkoch Avto davlat ro'yxatiga olingan va 1999-yilda Otayo'l rusumli avtobuslarni tayyorlash boshlandi. Shu yilning o'zida 163 ta avtobus, 302 ta yuk avtomobili ishlab chiqarildi. 2001-yilda O'zbekistonda avtomobil sanoatida band bo'lgan ishchilar 14 mingtaga yetdi. Bugungi kunga kelib yurtimizdagi yengil mashinalar soni 4,5 million donani tashkil etadi. Bu degani har 8 yoki 9 kishidan bir kishining shaxsiy mashinasi bor. Xo'sh, yuqorida nomlari keltirilgan mashinalardan qaysi biri sizga yoqadi? Izohlarda javobingizni yozib qoldiring.